البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع Ali, İngiliz tilideki A harfi, Arap tilideki alif harfiga o'xshaydi, tushundingmi? Bu şimal tarafdaki qo'roda o'ltirganlardan yiqqan ijaraning puli, lekin ikki oila iqtisodiy qiyinchiligini bahona qilib, bu oylik ijara haqqini topshirmadi. Lekin men ularni ogohlantirib qo'ydim. Ularning nima qiyinchiligi bor ekan? So'rab baqdingmi bolam? So'radim dada. Birsi xizmatidan ayrilib qilib, yangi xizmat izlab o'tibdi. Yenidagi pul xizmat deb bo'g'icha oilasini qamdashqa aran yetarmish. Yana birisining dadisi doktorxonada yetib qolg'achqa, bu oylik ijarani vaqtida topshirolmaymish. Ammo men ularning ko'rsatgan bahonasidan sal gumonlanib qolganligim uchun ularga yana 3 kun muhlat berdim. Agar ular 3 kun ichida ijara pulini topshirmasa, sotga arz qiladiganligimni, agar ularni arz qilib salsam, o'zi uchunmi ko'p avorchilik bo'ladiganligini, shunga ijarani muhlat ichida topshirib o'tishini aytdim. Bu qamlashmabdi bolam. Bu degan bizning haqqimiz tursa dada. Alloh taolo va payg'ambar alayhissalom musulmonlarni qarindishining beshiga kun tushganda yordam qilishga buyurgan. Hammamiz bir tanga o'xshash yashashimiz, dardimizga darmon bo'lishimiz, o'zaro tushunishimiz kerak. O'g'lim, bu gapini anglab payg'ambar alayhissalomning muni hadisi esimga keldi. Mu'minning misoli o'zaro do'stlashish, kuyinish va yor yo'lak bo'lishda bir butun badanga o'xshaydi. Badandan bir a'zo og'risa, butun badandan uyqu qechib, ismida beoram bo'ladi. Mana bu hadisga asoslanganda bizmi ularga yor yo'lakda bo'lishimiz lozim o'g'lim. Bo'pti. U bechoralarning bu 2 oylik ijara haqqini kechirim qilib o'taylik. Deganlardek bo'lsin dada. Lekin bu yaxshiligimiz keyinchi o'zimizning beshiga balo bo'lmasa yaxshi bo'ladi. Agar bu ishni binoda ijarada o'ltirayotgan boshqa kishilar bilsa, vaqti kelganda ularni yolg'ondan bahona sabab ko'rsatib, odamni tanglikda qo'ydigan ish bo'lib qolamdikin deb ansirayman. Qara o'g'lim, yuz bermagan ishlardan ansirabli yursang, hargiz yaxshi ish qila olmaysan. Biz boshqalarning nima o'ylayotganligini bilmasdan, qalaymaqan faraz qilsak yaxshi bo'lmaydi. Biz faqat Allohning buyrug'ini bo'yicha ish ko'rib, atrofimizdagi kishilarga yaxshi muomala qilsaqla bo'ladi. Farzingga tayinib ish qilma. Alloh yordamching bo'lsin o'g'lim. Bova, musulmonlar bir vujudga o'xshaydi degan so'zning ma'nosi nima? Bizga tushuntirib qo'ying ha? Musulmonlar bir vujudga o'xshaydi degan so'zning ma'nosi musulmonlar bir-biri bilan qarindosh degan ma'noda qizim. Ya'ni sen akang Ali bilan bir tuqqan qarindosh bo'lganingga o'xshash. Bir musulmon qiyinchilikda qilib dard to'ksa, atrofdagi boshqa musulmonlar u qarindishining dardiga darmon bo'lib, uningga yor yo'lakda bo'lishi lozim. Shunga dadamga bu oylik ijara pulini olmayli debgansizda? Shundoq o'g'lim, ular qiyinchilikda qolgan sharoitda ulardan bu oyning va kelarki oyning uy ijarasini olmasligimiz kerak. Hozirgi qiyinchilikni hal qilish uchun ularga pul lozim bo'ladi.
musulmon bo'lish sifatimiz bilan vazifamizning ig'ir kunga qolganlarga yordam qilish ekanligini bilishimiz lozim. Hech kim kelgusida nima ish yuz berganligini bilmaydi. Agar bizmi bir kunlarda ig'ir kunga qolsak, boshqa musulmon qarindoshlarimiz bizga yor yo'lakda bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Musulmonlar o'zaro qarindosh, bir-biriga zulm qilmaydi, bir-birini tashlab etmaydi. Kimki musulmon qarindoshining hojatidan chiqsa, Alloh taolo uning hojatidan chiqadi. Kimki musulmon qarindoshining beshiga kelgan ig'irchilikni ko'tarib etsa, Alloh taolo uning beshiga keladigan qiyomat kunining ig'irchiligini ko'tarib etadi. Buni bilib olinglar, bolalar. Dinimiz qilishga buyurilgan ishlar nima degan go'zal, ha? Shundaq islom dini har birimizni har zaman yaxshi ish qilishga buyuruydi ekan. Buva, amdi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayoti to'g'risida so'zlab bering, ha? Nima ish bo'layotidi? Bu odamlar nega ketyotidi? Rost, nima ishlar bo'lib ketdi? Odamlar Safa egizligiga ketyotidi. Qara, Abu Lahab, avu Safa egizligida turgan jiyaning Muhammad emasmi? Dal o'zi shu. U yerda nima ish qiladigandu? Yuringlar, berib qarab boqayli. Bir kuni attigini payg'ambarimiz Safa egizligiga chiqib, yuqori ovozda: "Ey Fihr jamoati, ey Adi jamoati, ey Quraysh xalqi, agar men sizlarga tog' orqasida otli qo'shin bor, Makkaga hujum qilmoqchi desam, bu so'zimga ishonamsizlar?" dedi. Ishonamiz. Chunki sening yolg'on so'zligingni anglamadik. Payg'ambarimiz bu vaqtda: "Men sizlarni Allohning qattiq azobidan ogohlantiradigan payg'ambarman" dedi. Sen bizni mushu ish uchun chaqirganmiding? Ko'pchilik tarqilib ketinglar. Tangri bilan qasam qilamanki, Muhammad sarang bo'lib qopti. Bu yerda qarab turmay, menglar. Qani tarqilinglar. Ha. Payg'ambarimizning tog'isi Abu Lahab payg'ambarimizning atrofiga to'plashayotgan kishilarni u yerdan qo'g'lashga boshladi. Uning ayoli Ummu Jamil payg'ambarimizga o'shlik qilib, payg'ambarimizning da'vatiga qarshi yolg'on yovdaq so'zlarni to'qidi. Jiyanlarga zodi nima bo'lgandi? Nemishqa kishilarni tong saharda atrofiga yig'ib olgandi. Buni men toza anqiranmadim. U Safa egizligiga chiqib olib, atrofiga to'plashgan kishilarga qarab, yolg'iz bir Allohga ibodat qilinglar. Bo'lmasa qattiq azobga duchor bo'lasizlar deb vaziyat o'tibdi. O'zini yangi bir dinning payg'ambariman deyotdi. U bunda qilaversa, uning biror kelishmaslik kelib qolamdikin deb ansirab qoldim xotin. Uningga jin chaplashib olmagandi, ha? Nima gaplar bu? Yangi tangri degan kim? Yangi payg'ambar degan nima gap? Buni men bilmadim. Osmondagi birsi bilan so'zlashayotganligini aytibdi. Muhammadni bu ishdan to'ssila. Bunda qilaversa Quraysh uni bo'sh qo'ymaydi. Balki jiniga qasd qilishim mumkin. Men nima qila olayman? Senmi ko'rding kishilarni uning atrofidan qo'g'lab etdim. O'zlari qilolmaslar, men qilaman. O'zim uning tanovini obdan bir tatib qo'yay. Xotin, sen o'ylaganni shaytonmi o'ylayapsan? Boshqalarga jafo silishga bek ustugo sen. Muhammad o'zini bilib bu yo'ldan qaytgan qadar u har kuni mangadigan yo'lni tosh tikanga to'shqizaman. Putiga tikan kirib, jini toza qiynalganda ondan o'zligidan to'xtab qoladi. Abu Lahab va uning ayolining payg'ambar alayhissalomga qilgan bu aziyatlardan keyin Alloh taolo Tabbat surasini nozil qildi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Payg'ambar alayhissalomga eng dastlab o'z qabilasi bo'lgan Quraysh qarshi chiqqandan keyin u da'vatni Hoshim jamoati va yaqin tuqqanlarga qaratdi. Lekin tog'lari va ammachilari faqat da'vatni qabul qilish bilan kifoyalandi. U tuqqanlarining to'liq qo'llashiga erishalmagan bo'lsa-mu, lekin tog'isi Abu Talibning qo'g'dishiga muyassar bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom o'zini qo'llaydigan birsiga muhtoj edi. Chunki Quraysh qabilasi haddidan eshib, yolg'iz bir Allohga ibodat qilish chaqirig'iga jon jahli bilan qarshi turibdi. Shundaqdimi payg'ambarimiz qilchi bo'shashmay,
Quraysh ichidagi o'ziga qattiq qarshilik ko'rsatmagan bir qism kishilarni da'vat qildi. Ular Ammar ibn Yasir, Xabbob ibn Arat, Bilal ibn Rabah, Amir ibn Fuhayra va Abdullah ibn Mas'ud qatorliqlar edi. Bu vaqtda Quraysh qabilasi kundan kunga ko'payayotgan musulmonlarga qarab, o'g'isi qaynab, nima qilarini bilolmay asabiylashishga boshladi. Chunki islom davlatidagi bu yangi taraqqiyot ularning mavjudligiga tahdid ilib kelishga boshladi. Bu ishni darhol bartaraf qilmasi bo'lmaydi. Shuning uchun ular buningga qanday qarshi turish haqida plan tuzdi. Bu ishqa qo'l qo'shtirib jim o'ltirsak bo'lmaydi. Muhammadning chaqiriqlari xuddi samon ichidagi cho'g'dak nihoyat tez tarqalyotdi. Teg'i tunugin bir qancha kishi edi. Sukut qilgan edik. Mana endi soni ko'payib, bizni ko'zga ilmaydigan darajaga keldi. Qur'onni bizga anlatib, yuqori ovozda o'qib, oyatlarini yezib taqtibyotdi. Bu oz kelgandek, texi Kabening oldida o'qishyotdi. Abu Bakr ibn Mas'udlarnimi o'ziga qartib bo'ldi. Mana endi qul cho'rlarimiznimi o'zi tarafga tortyotdi. Nima qilishni bilmayapmiz. Muhammadga qarshi bir ish qilayli desak, Abu Talib bunga yo'l qo'ymaydi. Abu Talib va jamoati ularni qo'g'dayotdi emasmi? Abu Talib bizga qarshi chiqsa, biz xalqning Muhammadning da'vatini anglishiga qarshi chiqamiz. O'zlari nima deylikin? Xizmat chakarlar, qul cho'rlarimizni Muhammadning so'zini anglashdan to'saymiz. Ularning Muhammadning diniga kirishini cheklaymiz. Agar so'zimizni anglamasa, adabini beramiz. Men qul chakarlarimga musulmonlarga yaqinlashmaslikni buyurayman. Agar so'zimni anglamay, musulmonlar bilan yaqinlashganligini bilib qolsam, qattiq jazolayman. Yaxshi gap bo'ldi. Shunda qilaylik. Hamsa hammamiz shunda qilaylik. Abu Talibning yeniga berib, jiyanining xato ish qilib, bakmo haddidan ishib ketayotganligi, agar tezlikda qilayotgan ishini to'xtatmasa, bizdan yaxshilik ko'rmaydiganligini aytib qo'yaylik. U ishini endi to'xtatmasa, bizmi uninga qarta tadbir ko'ramiz. Yana sukut qilib tura olmaymiz. Hey Abu Sufyan, eg'izingdan chiqqanni qila olamsa? Albatta qila olayman. Qani, oldi bilan berib paranglashib boqaylik. Bu ishga qancha burun tutish qilsak shuncha yaxshi. Agar bu ish to'xtatilmay davomlashaversa, cho'qim qon to'kiladi. Ey Abu Talib, jiyaning Muhammad burun hech kim qilib boqmagan ishlarni qilyotdi. Xalqni faqat bir Allohga ibodat qilishga, payg'ambarga ishonishga chaqiryotdi. Biz bunga aralashmay sukut qilib turdik. Keyin Quraysh ichidagi nom obro'li kishilarni o'z diniga chaqirdi. Buningmi bo'pti dedik. Sukut qilishimiz faqat sana bo'lgan hurmat yuzasidan edi. Muhammed bir kunlari bu ishdan voz kechib qolar yoki yig'ishtirmalar dedik. Lekin bu ish biz o'ylagandek bo'lmadi. Muhammedning sababidan qul cho'rlarimiz bizga qarshi chiqib, dinimizga, butlarimizga haqorat qilishyapti. Endi biz bunga qarab tura olmaymiz. Bu ishni yaxshi hal qilish uchun sening yoningga keldik. Fikringni anglayli dedik. Sen bu ishga nima deysan? Abu Sufyan, gapingni aniqroq degini. Agar jiyaningning bu ishni qilishdagi maqsadi mol dunyo to'plash bo'lsa, biz uni eng boy kishiga aylantirib etamiz. Hukmdorlik uchun bo'lsa, Kabening ochqichini uningga topshiramiz. Muhammadga qarshi bo'lsaqmi, uningga Kabening ochqichini berishga rozimiz. Menga ozroq vaqt beringlar. Jiyanimga taklifinglarni yetkazib so'zlashay. Qandaq ahvolinglar, Quraysh cho'nglari? Xush kelding, Quraysh begzodisi. Jiyaning bilan paranglashdingmi? Dunyoni bersanglar murad qiladi ekan. Quyoshni o'ng qo'limga, oyni so'l qo'limga bersimi, yana bu yo'limdan qaytmayman. Allohning omonatini yetkazish uchun o'lib ketsammi, bu ishni tashlamayman dedi. Demak bizga oshkora qarshi chiqyapti, ha? Qani qachonga chiqiladi ekan? Onunğa özümüzni bir ko'z tutib qo'ymasak bo'lmabdi. Menga ruxsat qilishqaylar, men qaytay. Balkim sizlarmi maslahatlashib bir qarorga kelarsizlar. Ey Abu Talib, to'xta. Yana nima gapinglar bor? Jiyaning Qurayshni malmonchilikqa so'rab akiryapti. So'rab baq, u bu ishni qachongacha davomlashtirdi ekan? Muhammad sizlarning shaxsiy ishinglarga aralashmagan tursa, sizlar nemishqa uning so'zlash erkinligini cheklaysizlar? Nima desa mayli, lekin tangirlarimizga til tekkizmasin. Yana bir taklifim bor. Sen qabul qilamsan bilmadim. O'zaro almashtirish elib borayli. Sana Quraysh ichidagi eng nochi yigitni berayli. Sen bizga Muhammadni topshirib bergin. Jiyaningdan voz kechgin.
uning jinini olayli. Shundoq qilsak, senami, bizningmi beshimiz saqiydi. Qandoq deysan? Bundaq taklif berishdan nomus qilsanglar bo'lmamdi. Sizlar o'g'linglarni beqib berishim uchun menga bersizlar. Men jiyanimni o'ltirishinglar uchun sizlarga beraman. Mumkinmi bu? Qara Abu Talib. Yelimo biz insof bilan ish qilyapmiz. Hammamizga yaxshi bo'lsin deb sana chiroyliqcha bir taklif bersak, bunimi qabul qilmamsan? Bu sizlarning insofliq bo'lguninglarmi? Bu meni o'p-ochiq bo'za qilganlik-ku. Nima qilinglar kelsa qilaveringlar. Jiyanimni hargiz sizlarga bermayman. Bu Allah xolisa ati sizlarga Qurayshning tarsoliqini, joyillikdan ko'zlari amo bo'lib, payg'ambarimizning da'vatini to'sish uchun qandoq paskashliklarni qilganligini aytib beraman. Bova, oxirini taqatsizlik bilan kutaman. Odamni hayajonlantiradigan bu ta'sirlik voqeaning oxiriga bekmi qiziqyapman. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم